ochilishidan asosiy maqsad fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida integratsiyani ta'minlash. Shu bilan birga bugungi kundagi sohada olib borilayotgan islohotlarni talabalarimizga doimiy ravishda demak yetkazib borish. Shu bilan birga bizni universitetimizda asosan avtomobil yo'llari muhandislik fakulteti yo'l sohasida tahsil olayotgan talabalarimiz uchun, ya'ni yo'l sohasi mavsumiy soha bo'lganligi uchun yozdagi amaliyot davrini demak o'quv jarayoni vaqtida tashkil qilish reja qilingan. Yana bir yaxshi tarafi bugungi kundagi avtomobil yo'llarini loyihalashda qo'llanilib turgan soha tomonidan dasturlar bor. Misol uchun aytamizki, Credo, Indorka va undan tashqari yana boshqa, ya'ni bizni o'quv jarayonidan qo'llayib turganimizdan yana boshqa qanaqadir takomillashgan dasturlarni talabalarimiz shu yerda amalda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Biz talabalarga o'zimizni qiziqqan yo'nalishimiz bo'yicha qandaydir ma'noda bir ko'prik vazifasini bajaradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda O'zyo'l loyiha davlat yo'ntar korxonasida tanishtiruv ishlari boshlandi. Sun'iy inshootlar, smeta bo'limi, loyihalash bo'limlarida o'zlari talabalar qiziqqan savollariga javob olishmoqda. Bugun shu O'zyo'l loyiha qidiruv davlat yo'ntar korxonasi rahbarlari bilan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Ya'ni bunda o'zimizni kafedramiz, avtoyo'llarni qidiruv va loyihalash kafedrasi filiali ochilganligi haqida ham bir qancha ma'lumotlar berib o'tildi. Ya'ni bu endi bizga nima beradi? Shu faqat olayotgan bilimlarimizni nazariy jihatdan emas, balki amaliy jihatdan ham ko'rish va bajarib ko'rishdir. Hozir biz O'zyo'l loyiha davlat yo'ntar korxonasini bo'limlari bilan tanishib chiqdik. Bu bizga nazariy bilimlarimizda amaliyotda qo'llashimizga yordam beradi. Rahbarlarga bergan taklifimizga ko'ra, biz ham shu joyga chiqib, geodeziya, geologik ishlarni, qurilish sohasidagi ishlarni kuzatishimizga yordam berishlarini, qanaqa savollarimiz bo'lsa, doimo biz uchun eshiklar ochiq ekanligini aytishdi. Taassurotlar juda ham yaxshi. Har bitta bo'lim bilan o'sha korxona rahbarlari tanishtirib o'tildi. Menda shu loyiha bo'limlari katta ta'sir ko'rsatdi. O'zimda ham qiziqish paydo bo'ldi.